أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bugünkü dersimiz Ömer ibn Abdülaziz radıyallahu anhu. Tabi'i bozumu Raşid Halifil'den sanalgan Muşu Kattizad'ın izleri ki. Ahide Süleyman ibn Abdülmelik bil hilafeti ila Ömer ibn Abdülaziz. Süleyman ibn Abdülmelik bu halife Ömer ibn Abdülaziz'e veli ahdilik vesiyetini kıldı dedi. Veli ahdi kıldı Ömer ibn Abdülaziz'in. Er-racul-i salih. Salih kişi. Salih zat Ömer ibn Abdülaziz'e tapşırdı. Kema na'atahu fi ahdihi ve vasiyetihi. Süleyman ibn Abdülmelik özünün vesiyetinde Ömer ibn Abdülaziz'ne er-racul salih deb süpetligen, na'ata degan süpetligen. Nahvda o'qishlar o an-na'at. An-na'at yatba'u man'utahu fi kaza süpet. Fastaftaha vilayetehu bi raddil madalim. Ulan bu özünün emirliki, özünün devrini deydi. Vilayet degan özünün emir-i müminlik devrine, emirlikine, zulümlerini kötürütüş bilen başladı. Raddil mazalim degan zulüm qilgan başqalarning haqqini bo'lsa hammani egizga qaytarishlar demek. Naqchiliklarni bir taraf qilish bilan başladı. Ve qala la abda'u bi awla min nafsi. Men o'zimdan bakrak oldin o'rinda turgan birisi bilan başlamayman. Yani men en oldin bulab zulmlarni birisiga zulm qo'ygan bo'lsam, ya'ni men oilam zulm qo'ygan bo'lsa, dastlab qilib men o'zimdan boshlayman dedi. Mendan bakrak oldin o'rin turgan birisi yo'q. Zulmlarni ko'tarib o'tib, naqslikni yo'qotgan bo'lsam, oldindan birinci o'rin turdig'ini mana men o'zimdan boshlayman dedi. فنظر إلى ما في يده من أرض أو متاع فخرج منها. Özünün qo'ldagi mulkka da qarabdi. Hisoblab nazara degan mishada hamma hisoblab ko'rib, tekshirib, ko'zdan kechirib, zimin bo'lamdi, naris kerak bo'lamdi, mol mata bo'lamdi, hammadan bo'shinib chiqadi dedi. Fakharaja minha degan uni qo'ldan chiqarib o'tdi. Sadaqa bergandi, baytul molga topshirib o'tgandi. وباع أموال سليمان ورباعه. Süleyman ibn Abdülmelik burun xalifaninki mal mulklarni ve zimin uy mulklarini satdi. Riba degan uy ziminlari. Ve kisvatahu kiyim-kechak latib degan narsalarni sirvatdi. Ve jama'a ma kana yamlikuhu. Uning egiligida banasini hammasini to'plab ma kana yamlikuhu Süleyman ibn Abdülmelik. Süleyman Abdülmelik İgdaçılıkdaki bütün malını toplab, andın özünün ayali Fatıma bint Abdülmelik'nin qishiga kiribdi. Yani bunun aile hazır ötkenki halife bilan bir tuqa o'xshaydi. Uni bir jamoat Umaviylar. فأخذ منها الثوب النفيس الذي كان قد عمله لها أبوها. Andın ayalidan Ömer ibn Abdülaziz hadi biz ودخل على زوجي degan زوج Ömer ibn Abdülaziz ve zavj degan so'zga diqqat qiling. Zavjatihi demda, zavjihi. Zavj degan ayolni ishlatadi. Erning ayoli zavj, ayolning eri zavj. Juft degan bo'ladi. Yani zavjatun desa, u barak, lekin burungi fasih tilda oz ishlatilgan. Shu Qur'on Karimda vattaqillaha fi zawjika. Shunami? Azwaj. Aynı işletiyor. Fatıma bint Abdülmelik. Ömer ibn Abdülaziz ayali Fatıma bint Abdülmelik'nin qishiga kirib, فأخذ منها الثوب النفيس الذي كان قد عمله لها أبوها. Dadisi Abdülmelik aşu xanımga tiktirib bergan isil bir kiyimni u ayoldan oldi dedi. Takrama kiyimni. Mansujan bil-zahab. Bu oltin yaltılgan jip bilan, oltin bilan to'qilib ekan bu.
Manzuman bid-durri vel yaqut. Uningga uncha marvoyat go'har yaqutla tiziq qilib tizilibdi. Shu ko'nglakka. Tikilgan. Oltin jip bilan tikilganda. Yani altın yaltılgan jip bilan tikkan bo'lishi mumkin. Wa qala laha ayalag'dabtu in ikhtartani fa inni akhudhu thawba. Agar meni tanlasangiz, men bilan yashashga, dunyoni tashlashga ma'qul kelsangiz, men bu kiyimingizni elib olaman dedi. Fa aj'aluhu fi bayti mal muslimin. Kiyimingizni elib, uni Müslümanların Beytül Mal'a beriyotman. Ve in ikhtarti thawba, kiyimni tanlab qalsangiz, falastu laki bi sahib. Men sizning eringiz emas. Ya'ni xatingizni bermayman demoqchi. Chunkining bizga turadi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilgan, ya'ni sen nabiy, in kuntunna turidna dunya va zinataha fata'alayna umatta'kunna wa usrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad dar al-akhirata fa inna Allah adda lil-muhsanati minkunna ajran 'azima degandek Umar ibn Abdulaziz tanlatdi. Ya esil kiyim o'zralar mana turing, ya mana turing. Chiqin bizni tanladi. Burun Umar ibn Abdulaziz nayte rahat farag'at yashaydigan, esil kiyindigan va ko'zir yuradigan da ketdi. Xalifa bo'lganligidan tunaldi. Tashladi. Faqalat a'udhu billahi ya amiral mu'minina min firaqik. Ey müminlerin emiri, sizden ayrılıp kaçtım Allah'ın panalık dilayman. Bel ahtaruk aley. Ya o kiyinlemez ben sizden tallayman. Ve ala adafı. Tabi umumda neccesi razı olsun onu taşlap sizden tallayman. Lev kâne li. Onun neccesi bir nasen bozma hemen de vazgeçip sizden tallaydım. La hacete li bil thawb. Benim o kiyinge ihtiyacım yok. Fakhudu ila beytil mal. Beytil malga apırvasla. Ve dakhala aleyhi ibnun lahu. Hem de yana bir vakalıkta Hazreti Ömer bin Abdülaziz'den huzuruna onun bir oğlu kirip geldi deydi. Ve aleyhi kamisun qad taqatta. Bunun uçta yizilip ketken bir ko'nlak vardı. Faqala raqqa qamisaka ya bunay. Ko'nlikini yamog'in o'g'lim dedi. Fevallahi Allah'a qasam ki ma kunta qatt bi ahwaja ilayhi minkel yawm. O kiyimga sen bugünkidek qattiq muhtoj emas. Yani bugun bek muhtoj. Yani men xalifa bo'lgan shunda kunlarda sen bunun bakrak muhtoj. Boshchaqda balki azadroq kiyinib jursam, lekin hozir uni almashtirib turgan bir imkoniyat yo'q. Bi hadihi an-nazahati was-siyana, nazahat degan poklik. Mushunda poklik va o'zininki namini yoki pulini pakiz qo'g'dab qilish deydi. Siyana degan o'zining izzatini saqlash deymiz bo'lardi. O'zini shunda pak saqlash deydi. Siyana o'zining izzatini saqlash, iffatini saqlash. Val wari' ya'ni shubhalik yoki shunda bir azroq ehtimollik narsadan o'zini jiroq tutish bo'ladi. Va zuhdni o'qidik. Shu ma'nodadir. Birisi dunyoni kichik ko'rib, oxiratni cho'ng bilish, yana birisi az bir narsaga egolab minish. Jiq narsa to'plolmay azgina. İstartaha Umar ibn Abdülaziz vilayatahu emral muslimin. Umar ibn Abdülaziz musulmonlarning ishiga igdochilik qilish, hokim bo'lish mansibini sanata 99 hijriya 99-yili boshladi. Wulida bi Hulwan, bi Hulwan Misr. Misrning Hulwan degan yerda tug'ilgan. Hulwan degan Qoiradan 15-20 kilometr bo'lgan. Metroning oxirgi o'rti. Hulwan degan Dimashq, Bag'dodning janubida emas. Boshqa davlatda Hulwan deb yo'q. Shu Hulwan Misr, Misrning Hulwanida dedi. Mesela Xanariqda Xotandan bor, Qashqardan bor. Xotandan Xanariqqa degandek, Misrning Tarablusda Livandan bor, Liviyadan bor. Misrning Hulwanida tug'ildi. Sanat 61 hijra. 61-yili tug'ilib chiqqan. 99-yili Amirul Mu'minin xalifa bo'libdi. Ya'ni 38 yoshida. Maşallah. Ve ma in waliyal xilafata
Mana va ma in deganmi? Yuqorida o'tgan kitasida chiqdi va ma huwa illa degandek. Va ma in walil khilafa va khalib bular bo'lmaylar. Shu bo'lgan hamonlar hatta adraka a'ba'aha. Uningki yukning ig'irligini tushunib ketdi. A'ba degan ig'ir yuk. Abba deymiz-ku. فقال يا ليت بيننا وبين الخلافة بعد المشرقين. Xalifa bo'lgan chaqda uning yukning ig'irligini his qilib, biz bilan xilofat mansibining o'ttirda mashriq bilan mag'ribning o'ttirdek jiroq arliq bo'lgan biz nerda turgan bo'lsak kashke deb arzu qilib ketdi. O'dal mashriqayn. Ikki mashriq degan qaysi bo'ldi? Mashriq va mag'rib demas. Bu taqlid deymiz. Al-qamarayn degandek. Abawayn deymiz-ku. Abawayn degandek. Birisi ab, birisi Buni tagliban deb mashriqayn degan. Qur'on Karim bor-ku. Bu odam mashriqayn azim. Robbul mashriqayn va robbul mag'ribayn deb tur. Lekin mashriqayn mag'ribayn chiqadigan mashriq bilan chiqadigan mashriq degandek. Har bir matlani deyish mumkin. Yumshada al-mashriq wal mag'rib demoqchi. Ba'dal mashriqayn. Yani mashriq bilan mag'rib oradan jiroq deymiz-ku unda. Shunda jiroqlik bo'lgan bo'lsa demoqchi. Wa qala inni nadartu fawajadtuni qad wullitu amra hadhihi al-umma. Men shunda qarasam, o'zimning mush ummatningki ishiga ega bo'lgan huquq tutqizlikdiman dedi. Fawajadtuni o'zimning da ko'ribdiman dedi. Wajada af'al qulub saghiraha wa kabiraha أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها تسمى. يعني مش أمتنا مش أمتنا çoğusun küçük olsun. Hem halkının işığı tسمى. Yani مش أمتنا çok küçük hem işlerine mesul kılındı tسمى. أمر هذه الأمة صغيرها وكبيرها. الأمة صغيرها tamam. صغيرها وكبيرها. Müslümanlar çok her bir kişininki işi olsa ve mesul kılındı. Karısı olsun, kızıl olsun, kartalılık olsun, aktalılık olsun. Thumma zekertu al-fakir al-cai'a. Ondan mesul olanı ki bunda oturup koska açıklanan tekradımı oyuldum dedi. Açıklanan namaratlarını oyuldum. والمريض الضائع زايا ولا كتباغان ولا كتباغان من دا جنوطلوطن كسال بمردان ولدون والعاني المجهود عاني جمع زور أهوال تباغان كزنوب قاغان بشارة جمع عاني جمع أسر جمع أسر جمع أسر ده يعني بخارلانغان aslında başımın toluğa çıkıp kalgan kişiyim. El-mechud gen mahallede qiyin mushaqqatga duchor bo'lgan, zo'rlangan. Vel mazlum al-makhur. Makhur degan naqshilikqa uchrab bo'zaq qilingan, zulm qilingan, bo'zaq qilingan kishini o'yladim. Vel g'arib al-asir. Yaqin boshqa bir yerdan musulmon qo'lga chiqib qolib, boshqa bir yurtlarda asir bo'lib qolgan, yoki boshqa yurtlardan bizning qo'limizda asir bo'lib qolgan. Va shayx al-kabir. Yaşını qolgan aqsaqallarni o'yladim. Vadal malil qalil vel iyal kathir. Iqtisodina oz, lekin balchaqlarna ko'p bo'lgan. Shunda kishilar o'ylab, va hum fi aqtaril ard. Bular mushu zaminning qaysi joylarda, aqtar har qaysi yurtlarni aqtar deymiz. Qo'tir degan bir yurt. Va atrofil bilad. Mush diyarninki bo'lgan quchoqlardagi kishilarni o'yladim. وعلمت أن الله سائلي عنهم bildim ki Allah Taala menden aşula hakkında hesap kitabı alıp soraydı. Ve enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hacici fihim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşula hakkında menen yakamdan alıdı. Hacici diyen yani men bilen davalaşıkçı demek. Menen yakamdan ağaçı degan bo'lgan. Fakhiftu alla yathbuta li indallahi uzrun. Şoğlan Allah Taala'nın huzurda bana hiç qanday bir özür tirab turanmasligidan ensirab qo'rqdim dedi.
وَلَا تَقُومَ لِي مَعَ رَسُولِهِ حُجَّةً Allah Teala'nın peygamberi boğan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in aldıda bana hiç kanda bir delil pakit tuttirip turanmasıdan korktum. فَرَحِمْتُ وَاللّٰهِ نَفْسِي Şolan Allah bilan qasam ki cümle mu'taridan Allah. Şolan men Allah bilan qasam qilma o'zimga chaqirdim. Rahimtu nafsi degan o'zimga chaqirdim. Rahmatan shunda chaqirtimki dama'at laha ayni. Mush chaqirtishimning sababidan ko'zimdan yosh oqdi. Wa raja'a laha qalbi. Mushuningga dilim asta qaytib keldi. Yani o'shin topdi demakchi. Ve kullama izdattu laha zikran ve onu qancha ko'p o'ylagan sari izdattu minha khawfan undan shuncha qo'rqadigan bo'lib qoldim. Ve qala innahu laysa min ummati Muhammadin sallallohu alayhi vasallam fi mashriqin va la maghribin ahadun illa lahu qibali haqqun. Yana bunda debki Umar ibn Abdulaziz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatun bo'lgan qanday bir kishi bo'lsa, mayli mag'ribda bo'lsin, mayli mashriqda, kun batishda bo'lsin, kun chiqishda bo'lsin, cho'qim uning man qarta haq huquqi bor. Yahiqqu alayya ada'u. Men uning haqqini ado qilib turadigan haq huquqi bor. G'ayra katibin ilayya fihi va la talibihi. U menga o'zining haq huquqi uchun xat yozsin, xat yozmasin, talab qilsin, talab qilmasin, mening uning qarta o'rinlaydigan majburiyatim bor, uning haqqi bor debdigan. Nafiye. Leysa illa illa bilan bil. Leysa illa demek. Muhammadning ishida qanday odam bo'ldi ekan, uning buning garida haq huquqi bor demek. Nafi isbot. Leysa bir naf illa degan bir naf netizan isbot chiqadi. Qibali man qarta mening tarafimda wala talibihi deb bir chiqib qo'ydi. Talibihi minni deb chiqib qo'ydi. Sana çıktı var mı? Yok. Talibi minni deb bir chiqib qo'yib bu gap bir tugadi. İstahalla rahimahullah xilafatahu bidasturihi. İstahalla degan boshladi degan bunda. Umar ibn Abdulaziz rahimahullah o'zining xilofat davrini mush asosiy qonun bilan boshladi. İstahalla degan vaqirdi degan bo'ldi. Ochiq oshkor bo'ldi, vaqirdi. Shuni hilal deganni unda o'g'oq shakllik bir nima ko'zimizga aniq ko'rinsa, uni hilal deydi. Aynan. Hilallaydi. Ana kichik bola tug'ilgan chaqda bir chiqirablamış qilsa, istahalla sabiy deymiz. Lekin bu yozuvchilik emasda bir kirish so'z ya muqaddimani istihlal deymiz. Boshlash. Chunki balag'atda bara'atul istihlal deb bir narsa. Kelib boshlagan chaqda dastlab boshlasina, uslublan boshlasalar, bu bara'atul istihlal. İstahalla degan so'zini mushundan boshladi degan. Yani xilafat davrini mush asosiy qonundan boshladi. Man ata'allaha vajabat ta'atu. Kimki Alloh taolo itoat qilsa, unga itoat qilish vojib bo'ladi. Va man asallaha, kimki Allohga asilik qilsa, fala ta'ata lahu. Yani hokimlardan demakchi, hokimlardan Alloh taolo itoat qilgan bo'lib qolsa, unga itoat qilamiz. Asilik qilgan bo'lsa, unga itoat qilmaymiz. Ati'uni ma ata'tullah. Allah'a itaat qilib tursamlam, men itaat qilaman. Fa in asaytullah, agar Alloh taolo asilik qilsam, fala ta'ata li alaykum. Sizlarning menga bo'ysunishinglar kerak emas. Kana Umaru muhibban lil adl. Sen kana Umara deb aytdimi? Umara deb. Kana Umaru muhibban lil adl. Umar ibn Abdulaziz, yani bu Umar ibn Xattab emas, Umar ibn Abdulaziz muhibban lil adl. Adalet suyardi. La yara afdala minhu. Bu adalettinmi afzal bir narsa yo'q deb qaraydi. Kataba ila amilihi yaqul o'ziningki valisidan birisiga amil degan qul ostida ishlaydigan mansabdorlarning birisini deydi. Yani valisini deydi ko'pincha alatda. Falan bir shahrga valisiga unda yozdi deydi. Al-umur thalatha. İslam şu üç türlü işlerden ibaret. Bunun sırtı çıkmaydı. Emrun istabana rushduhu fattabi'hu. Bir iş var, bunun to'g'ri, durust ekanligi aniq bo'lgan. Bunun ag'isi deydi. Ve emrun istabana durruhu. Yani bir iş var, bunun ziyonli ekanligi aniq bo'lgan. Fajtanibu, bunun nirtu.
Ve emrun uşkile aleyke yeni bir iş var. Sen faydalıqmı, ziyarlıqmı, to'g'ri mi, xato mi qolmay qolgan. Uşkile aleyk degan ichki o'xshab qoldigan ko'rinib qolgan. Shu mushkil deydi. Bilamsiz mushkilni? Mushkil nima bilamsiz? Mushkilani bilasizlar. Lekin mushkilni bilmaysizlar. Mushkilga ishga o'xshab qoldilar. Ya undan emas. Nafiqada xunsa mushkil degan gap bor. O'g'il ya qizliqi eni qo'may ishga tavallub qoladi, xunsa mushkil. Mesela miras ishlarida, boshqa ishlarda uning nimasi ayrim. Faruddahu. Shuna uni qaytirib deydi. Faruddahu ilalloh. Alloh qaytirib. Yani bu qanday qilsan, Kitobulloh va sunnat Rasululloh silib qaytadan bir eslatib bakmoqchi. Ve qala al-akbadul ja'i'atu awla bis-sadaqati min al-baytil haram. Al-akbadul ja'i'a degan, al-akbad degan jigar. Bu jigardan maqsad insonlarni maqsad, jonlar. Al-kabdning jami. Al-isba'u fi kulli dati kabdin ratba sadaqada. Zaten şu ciğer egisi diyen yani her bir can aç kosak bir insan demek. Aç kalan insanlar Beytül Haram Allah'ın beyti haram mescidindekirek sadakaga layık. Nebli ibadet kılmakçı olsan, nebli hac, nebli ömür kılmakçı olsan aç kalanlığa nebli hac kıldığın çıkımını şunu sarıp kılsan o bekrek münasebet etmekçi. وكتب إليه أحد ولاته onun valilerinin birisi bunu mektup yazgan. Amma ba'd unda maksat kelsak aslahallahu amiral mu'minin. Allah Taala müminlerin emirini salih zatlardan qilib etkay. Fa inna unasa min al-ummal bazı mansabdarlar, ummal degan bazı kadrlar, mansabdarlar demek. Bazı kadr hizmetçiler قد اقتطعوا من الله عز وجل مالا عظيما Allah Teala'dan yani Allah Teala'dan degene yani Allah'ın melidir zekat, beytül mal, aşında yani hükümetin hazinesinden nurgun mal mülklerini bölüp eleveriştirdi. Tata diyen parçalap ele oldu diyen. Lestu aqdiru ala istihracihi min eydihim. Ularning qo'lidan uni tartib olmayman. İlla en emessahum bi şey min al-adab. Ularni azroq qiyinqistab qiyinsam, ondan qo'ldan tartib olayman, bo'lmasa olmayman. Fa in ra'a amirul mu'minin aslahullah ay ya'dana li fi zalik. Agarda mu'minlarning amiri aşı iştoğurluğuma icazet berip qalsa Allah Taala amirul mu'mininni salih zatlardan qilib etkay. Bana icazet verip qalsa ef'al aşında edebilsem bolta şunu. Demek ki Beytül Mal'ның mallarını yıvagan kadrlar ekan. Bu başlık bu kularsızlık kadrını bunda nima yıvaldı hem de bana icazet verseler ben onu qattiq edeplab qishnab qilsam tatolalaydim şunu qo'ldagi mallarni. Qishnab e'tirof qilib axiranda amrim shuni yıvaganimni iqro qildirdim. Ayında kızınsam alayım olmuş alamayman. Şu bana icazet verseler işte kızınsam hani Beytül Mal'a ilvalden meçike. Feketebe ileyhi Ömer ibn Abdülaziz ona cevaben yazdı. Amma ba'd unda maksat kelsak albatta amma ba'dning oldida nima endi sana bismillah nima şu amma ba'd degan o'sha gapning maqsaddan boshida endi maqsad kelsak amma ba'ddan keyin şu nima qildi fa harf qildi. Şunu tutamamam. Bir talep yazdığınlar, bir numara yazsam mektup yazdığınlar. Ama bazı diyenlerken fa'ilden başlasın. Ne mi sana harfden başlasın? Çünkü bunun bir şart varmaz mı? Amma diyen. Fel acebu kullal aceb min isti'zanike iyyaya fi azabi beşerin insanlarını azaplaşta menden icazet soruşun acep hayran kalarlık iş bu oldu. Toluk acemden gidek bir iş oldu. Takını azaplaştan anne icazet soramda. Ke'enni leke cünnetun min azabillah. Xuddan men seni Allah'ın azabından saklap koyduğun, qovdab turduğun bir qalqandaki. Cünne degan nima? Qovdaydigan bir qalqan. Vas-siyamu cünne deb ba'dista. Vas-siyamu cünne. Cennet degan qaplı degan, jin degan ko'z ko'rmaydigan qaplangan. Falamma janna alayhi-layl. Cennet degan qaplı degan bu. Cünne degan azap sen kelmoqchi bo'lsa, sen o'raplaman qo'dab turib oldigan bir dalda ekan.
وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله من سخط الله عز وجل. Xuddi men sendan razılab qalsam, mening raziliqim seni Allohning g'azabidan qutulib qo'ygandek. Fanzur ma qamat alayhi bayina adul. Şu anda unda bo'lmagan ekan. Men seni qo'llab qo'ymagan ekan. Xalq azoblashtirib qo'yishga ijozat so'rasam bo'lmaydi. Shunga qanday qilishing kerak? Bayina adul degan ra'urus adil kishilar tarafidan tiklangan isbot turg'izilgan bo'lsa, kimning haqida faqulu bima qamat alayhi bihi bayina. Ashu dalil isbot ular qarta. Nima isbotlasa, shuni qarta uni so'raqini qil. Faqulu degan undan hisob oldilar. Tutuni. Faman aqarra laka bi shay'in faqulu bima aqarra bihi. Kimki bir narsani ilg'organ iqror qilsa, iqror qilgan bo'yicha uni bitarab qil. ومن أنكر إن كان إغلب القاسة فاستخلفه بالله العظيم ولو الله لن قسم طلب قلب قسم قاسة وخل سبيله فباقل ويم الله ياكي وأيم الله يعني الله لن قسم ياكي يمين الله يمدن كاغن دم قرد ويمين الله وأيم الله ياكي ويم الله يعني همزة وصل وقطع İşte ihtimallık var. Mesela la'amrullah diyendek kasem. Allah olan kasem ki la'an yalqallaha bi khiyanatihim ahabbu ilayya min an alqallaha bi dimaihim vesselam. Allah olan kasem ki ular Allah'ın huzuruna özler kılan xiyanatlar bağını men Allah'ın huzuruna ularning qonni tökkan, qiyingan holatda bağındım yaxshiroq. Men uchun shu yaxshiroq. Men uni qiynab, qonni tökib, ba'zini o'tirib Allah'ın huzuruna keyin ondan ular ilmolmagan ish qilib, men qiyin ahvolda qolganimdan Allah o'zi xiyonat qilgan narsani ujdib, Allah'ın oldiga borsa, ular jazosini bersa, u men uchun yaxshi. Men sog'lom ishmoqdim. Vassalam. وأتى أعرابي إلى عمر. أعرابي دمرسه عمر بن عبد العزيز وزر كلده. فقال رجل من البادية. سهرادين كأجن بيكشتم. ساقته إليك الحاجة من أزلرجا مش محتاج لك إلك كلده. وبلغت به الغاية. أنه بشين شخص. تدقى طلعت هذا. لكن أزل ده adam ha. Men ezdin kelgan bir kishi o'zlariga muhtojlik manasining o'zlariga keldi va balag'at bihil g'oya qiynalib bak halim qilmadi demoqchi. Eng oxirgi chekka yetdi demoqchi. Faqat bo'lolmadim degan gap. Va balag'at bihil g'oya. Vallohu sa'iluka an maqami hada bayna yaday. Alloh taala mening o'zining oldida shunda sizdan bir narsa so'rab turgan ahvolimdan sizdan hisob kitob qilib so'raydi dedi. فقال عمر ما سمعت أبلغ من قائل. عمر بن عبد العزيز debdi, men ma gapni qilgan kishidan bakrak balog'atli gap qilganimni anglabaqmadim wala av'ada. Buningdan bakrak va'z nasihatli gap anglamadim dedi. Limaqulin lahu degan Umar ibn Abdulaziz bir gap qilingan kishi uchun eng va'zlik, eng balog'atlik ma'nodak bir gap anglab baqmadim. Lahu min kalamik, yani sening so'zingdanmi bakrak va'z nasihatlik, taylik gap anglab baqmadim. Va qada hajata, uning hojatini qildi, ado qildi. Ve kataba Umar ila amilihi ala al-Iraq. Yana bir vaqalikda Umar ibn Abdulaziz o'zing Iroqdagi bir valisiga bunday deb yozgan. İza amkanaka al-qudratu ala al-makhluq. Sening bir maxluqqa kuching yetib qolsa, fazkur qudratal xoliqi al-qodir alayk. Sana qodir bo'lgan yaratuvchi zotning qudratini eslagan. Va alam bilginki, anna malaka indalloh sana Allah'ın huzurda tegishli bo'lgan narsa akbaru mimma laka indin nas. Sen kishilarning qo'lida sana tegishli bo'lgan narsadan katta va cho'ng shuni bilgin. Yani oxiratdagi mukofot u katta demoqchi. Kana Umaru wasi'u sadr halima. Umar ibn Abdulaziz kang qo'saq wasi'u sadr. Ko'ngli ko'kskan. Halima. Halim degan darhol o'chanmaydigan nima. Arablarda buna bir gap bor. Ittaqi ghadabal halim iza ghadab.
ba'zida uni achchiq kelmaydi. Mayli bo'pti deb mana bu. Lekin bir achchiq kelib qolsa, butun dunyoni o'ntay qilib o'tishdi. Halim degan achchiq kelib qolsa, o'chanmoqchi bo'lsa, darhol o'chaldigan odam emas. Alloh halim degan darhol intiqom olmaydi, o'chanmaydi. Halim demasa bir nadon kishi ba'zi odamlarga nadonlik qilib qo'ydingiz. Nadonlik qilib, bu odam mesela haqorat qilib qo'ydi, tillab qo'ydi, azar qilib ishlagan. Esa u kechiradi. Kishkolikka bo'lmaydi deb buni. Bu hilm. Darhol shu javob bunda tilni qanday sanmaydi. Halim shu. Yuqilul asra. Asra degan odat bu telib ketish, yo tutishib ketish. Balki insonchilikda bir odam ba'zi bir xatolik bo'lib qoldi, bir xatolik. Birisining bir ba'zi sodir qilgan xatolik bo'lib qolsa, buni afu qilib o'tadi. Aqola degan bir narsa setib olgan bo'lsa, yondirib pas desa, yondirib pasni aqola deydi. Iqola degan muvofiq tushunadi. Man aqola musliman aqala Allohu asratahu yawmal qiyamah. Kimki bir musulmon musulmon afsat kelma buni yondirib pasla, ummaytin deb qolsa, uni so'zini yondirib pasla, to'ng ma'ni yo'lib qolgan bo'lsa, yondirib pasla, qiyomat kunida Alloh taolo uning dunyoda qilgan bir xatoligini afu qiladi degan sevimli hadis. Aqala degan uni isfatini qabul qildi degan. Yuqilul asra degan nima? Xatolikni afu qiladi deydi. Yuqilul asra. Yuqilul asra nima qaysi gap to'xtatib qo'yilgan? Afu qiladi. O'titdi degan ma'no. Unda bir vaqalik o'qima Jabiru asaratil kiram degan qism o'qima. Jabiru asaratil kiram. Shu qismni izlab boqaman. Mana bir qism bor. Jabiru asaratil kiram. Esil kishilarning qilgan ba'zi bir xatoliklar bor. Shu xatolikni yo'gab, uni yapadigan kishi degan. Diniy materiallarni topmasmi to'g'ri. Google shayxdan so'rab qo'ysin. Wa yataghada 'anil hafwa. Hafwa deganmi? Diqqatlilikdan iqtidor bir savallik. Shuni biz tuzuqo li kulli 'alimin hafwa va li kulli jawadin kabwa. Har bir olimningki bir savallik qilishi bor. Har bir isl otni bir mudrab ketishi bor. Ko'z yumudan kullul mu'minina yaghuddu min absarihim. Ko'z yumudan, uga bakkamda shuni qadalib tura olmaydi degan. Asma'ahu rajulun ba'da ma yakrah. Bir kishi u yoqtirmaydigan bir gap so'zni qilgan. Qo'pol azavr deylan. Faqal Umar la alayk. La alayk degan nima bo'ldi? Bu da eşkisi yok. Aslında kabul etmeyemez yani. İnnema aradta en yestefizzeni şeytanu bi'izzeti sultan. Sen meni şeytanın muş padişahlık hukukunu çoğun bilip üzemni çoğun tuş arkalık şeytanın meni kuturtuşunu kalıp kaldım dedi. Şöyle ama istefazze diyen kuturttı. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وإن كادوا لا يستفزونك مثلا Kur'an kelimesi bir neçe var istifzaz. Aslında korkuttu, çöçtü degan ma'no keldi. Lekin odatdan da meni bunda bir narsaga haydishini degan bu. Masalan, birisi bilan chuqur bir jiddiy chiqib urushay deb qasddan qildi. Istifzaz qilgan. Masalan, bakar bunda jonimda qo'yadi. Ondan da nimasini tepkidir. Axir bu odam chidab turolmay, undan urishgan gap. O'sha ishlarni nima istifzaz deydi. Mesela Amerika'da bazı davlatlar baka qilib bunun qadamini yoki yuzmaya qilib qo'ysa, davlatning ochig'ini axiran bir narsa qo'yadigan. O'sha istifzaz deydi. Yani ben padişah tursam, bu bana adetli bir zamanında getirisi qanday oldu degandek o'yini shayton menga kallama sebab bu edib bo'lsa sen podshohnikin deb buni qutirishini xohlaysan. Yani shu gaping orqali endi shaytonga nima bo'lsin deb o'ylab qolding. Fa anala minkal yawm. Shundan meni shunday qutirgan ekan, men qanday qilman? Sendan
bu dünyada bilgen yani bu dünyada seni edepteyman. Ma tenaluhu minni gadan. Lekin bu şuman edeptaş, bu bilgen seni edep, bu dünyada edepliginin ahirette sen aşu işqi layık meni edepleysen. Ahirette sen mende aldığın öçengi layık bir edepleşme ben bu dünyada seni edepleymedim. Zaten yok diyen bu dünya ahiret kötü mü? Yok mu kadar diyen? Yani sen bana kız açığını keltirip ahir neticede ben seni edeplesem kinandın ahirette müştevktin sen bana edeplemeçi buldun. ما موصولة مش هذا فأنال منك اليوم ما يعني الذي تناله مني غدا يعني من senden bu dünyada uçarsam ahirette bu uçtuğun sebebin sen ahirette uçalsaydın. İnsarif idaşitte bazen yulanma. Yulanma yani ket demekçi yani onu edeplemektir. وكان لعمر غلام يقال له درهم Ömer bin Abdülaziz'ninki bir mali var yani kul edeydi. İsmi dirhemken. Feselehu ma yekulun nasu ya dirhem. Dirhem kişiler nemi dişivatıda, kandarak yapılışıvatıda. Dep sorupken, kâle en-nâs kulluhum bi hayr. Kişilerin hemmisi, halayıkın hemmisi yaxşı ehval. Bunda ensirmişler var. İlla ana ve ente. Fakat men bilan o'zdirlar ishlar chata. Qala ve kayfa dalik? Bu qanday ishlarning ishimiz chata bo'ldi. Qala inni ahidtuka qabla al-khilafati atira. Men o'zimni xalifalashtirganimda xushproq chech atir ishib turgan atira degan atir bilan yuradigan labbasan yasanchoq keyin uni o'zini kiydigan huzur kiyindigan farihal markibi markib degan uloq mesela ya atarısı poçta oluş mümkün ya at oluş mümkün farih degan ko'rkam degan bak hashamatlik Mercedes degan mashinaning o'zini mindigan atning o'zini mindigan Franken bo'g'o buyutan farihin deb ana isil at ularlarni minitlar tayyibat ta'am isil tamoqni yedigan falamma wallita xalifa saylangandan keyin o'zlari rajawtu an astariha mening xo'jayinim xalifa bo'ldi bir aramaldan bo'ldim deb arzu qildim dedi fazada amali shiddatan ular mening ishim taqma ig'irlashdi wasirta anta fi bala o'zlarimga qattiq ig'ir sinoq qilishganlar xalifa bo'lgan ekan o'ziga ig'irlashgan ekan mas'uliyatda ig'ir bir ishim demak biz ikkalanning ham ishi chata u xaloqdan insirmisin bo'ldi biz ikkalan o'zimizdan nimani ayla qala fa anta hur aslida buni ochilib qolsibdi va qul hozir qattiq tanqiladi esa açıqlab qolsibdi açılma unda açıdan açığının ta'turi bilan hilm sifati bilan fa anta hur dedi sen azat diyor unda olsa sen azat fadhhab anni mening qashimni kessan bo'ldi va da'ni va ma ana fihi mening o'zimning holimni qo'yib qo'y meni o'zimning ahvolim bilan bo'lay hatta yaj'alallohu minhu makhraja agar Alloh taolo meni bu ishdan bir qutuldirgan bir chiqish yo'li qilib bergan qadar men o'zimning ahvolim bilan bo'lay dedi va kharaja umaru laylatan va ma'ahu harasiyun Umar ibn Abdulazizning bunda charlashqa balki kecha chiqqan bo'lishi mumkin yoki masjidga chiqib namoz o'qiyotganda bir qovduvchi bilan birga chiqibdi harasi degan qovduvchi yo saqchi haris deydi fadakhala al-masjid masjidga kiribdi famarra fi zulmati bi rajulin na'imin yani qarong'ida masjidga bir odamning qashini o'tib ketib berib fa'usira bihi uni qishib berib farafa ra'sahu u kishi beshini unga ko'tarib qarabdi va qala amajnunun anta sen sarama deb usira bihi ashu atrad qawatun yuqilul atrad degan ashu atrad shumush usira bihi unda ko'maymasdan qadini tutishib ketdi
Saramsan deb so'rabdi. Qala la. Umar ibn Abdulaziz yo'q dedi. Fahamma bihil harasi. Ulan qovlug'isi agentni qiyodanni adibmoqchi bo'ldi. Hamma bihi degan, ya'ni ashuna adiblash ko'ydi bo'ldi demoqchi. Hammat bihi va hamma biha ma Qur'onga. Hammat bihi va hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. فقال له عمر إنما سألني أمجنون أنت muhafizatchisiga bo'ldi qil. Bu menga shu sen sarammi deb so'rabdi. Men yoqdim ishtigida. Unda adablarman deb yursan bo'ldi demoqchi. Kana Umar ibn Abdulaziz mutafaqqihan fid din. Umar ibn Abdulaziz cho'ng olimlarning o'zi. Ya'ni shu biz fiqhda masalada olimlar deb qaraydi. To'rt imom dedi, Xalifa Umar ibn Abdulaziz dedi, Said ibn Musayyab, Hasan Basri, Ato masalan. Bu dedi degan shu ismlarning ichida Umar ibn Abdulaziz bor. Umar ibn Abdulaziz deb qaraganda o'zining qarashi alayda mujtahid imomlar qatoridan o'rin oladi. Kan mutafaqqihan fid din. Dinda olim dedi. Yuhibbul va'za vaz nasihatni yaxshi ko'radi. Va yataqabbaluhu va uni qabul qiladi. Qala Mujahid mashhur mufassir olimlarning birisi. Atayna Umar nuallimuhu. Biz Umar ibn Abdulazizga ilm o'rgataylik deb kelsak, fama barihna hatta ta'allamna minhu. Biz undan ilm olmay ketmadik. Biz ilm o'rgataylik deb kelgan, biz undan ilm olib ketdik. وقال ميمون بن مهران بمتابع لغمسه كانت العلماء عند عمر تلاميذا علماءlar Umar ibn Abdulazizning huzurida o'quvchilardan iboratda. Va huwa muallimul ulama. U bo'lsa ulamaning muallimidir. Ulamalar darsi bergan kishidir. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xizmatchisi. U rivoyat qilibdi-da, "Ma sallaytu wara imamin ba'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashbaha salatan bi salatir Rasul sallallohu alayhi vasallam min hadal fata." Man Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyin vafot bo'lib ketgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozi bek o'xshab ketadigan imomlardan mush yigitdek birisining oxirgi namozi o'qib qolmadi. Yani shu chog'da Umar ibn Abdulaziz yosh yigitdir. Rasulullohning namoziga Rasululloh vafot bo'lgandan keyin eng namozi o'xshaydigan imomlardan birisi shu Umar ibn Abdulazizdir. Yani sunnatga eng yaqin namoz o'qiydigan kishi. Anas ibn Malik Rasululloh 99 xalifa bo'lganimiz ma'lum. 68da bo'lganmi? 125-30 qadar balki. Min hada fata deganni qaraganda xalifa bo'lishdan ilgarigi ahvoli. Bo'lmasa amirul mu'minin dedi. Hina kana al-Madina mana. Madinaga vali chaqirmadi. Xalifa bo'lishdan ilgari. Madinaga bir muddat vali bo'lgan. Kana yutimmu ar-ruku'a was-sujud. Ruku' bilan sajdani to'liq qilibdi. Va yukhaffifu al-qiyama wal-qira'a. Qiyamda turishni va qiraatni yengil o'qiydi. Mushrivat qilganlardan birisi Umar ibn Abdulazizning sajdasini biz bunda mo'lchallab baqdik dedi. Esa 10 qatam tasbih tek taxminan shunda sajda qilibdi. Biz hozir sajda qilsangiz 3 ya 5 tasbih aytamiz. Ama Umar ibn Abdulaziz 10 tasbih miqdori sajda qilibdi. Yani hozir eng sajda. Tamam demakchi, to'liq. Mana yutimmu ruku'a va sujud. Yutimmu degan to'liq qilibdi deydi. Sujudni to'liq qilsa 10 tasbih. Subhan Rabbil azim, Subhan Rabbil azim 10 qilgan qadar sajda qilib turibdi. Va misrlikdan shunga yaqin bo'lsin. Shunga uzun turdi. Sajdada duoda qattiq turishinglar. Chunki ijobat bo'lsa ham loyiq. Bul. Alayım manaşam bildiğinde başlaması ahırkı secdinde de uzak durur. Hazırlar imam tıbba işte başı böyle bir çatış. Adam bir bozuklanmamaya olur. O anda adamın kendisi. Birisi sel nadallık. Aslında cemaatla okuyan çağda
إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا. Tamam. İmam degan shu agishga imom qilib, qo'mondan degan shu. To'g'ri. Tungalar deydilar, imom zoqa, imom chiday. Bizlar namoz o'qigan chaqda xohlagancha duo qilib. Lekin bu yer bir intizom bor, bir rioya qilish tegishli bir ish bor. Imomga iqtidor qildim-da, agishib qo'mondonga. Keyin u qo'pab, sajda qilmoqchi o'zimizning xohlagancha qilishda bo'lmaydi. Bu bir nazarlar. Ikkinchi masala Shafiy mazhabiga nisbatan imomdan bir qadam kechiksa mayli degan qaror. Masalan, imom hozir ruku qiladi. Ma'vo qiyamda. Imom shunda qolsa bu ruku qiladi. Bu secde bazı bu konuda. Bunda bir qadam kechikmasi bo'ldi degan mumkin. Shuna bir qadam kechikdi bo'ldi mayli deydi. To'g'risi masalan imom Allohu akbar deb ashib kuyib bo'lgan keyin aytishni boshlanib, ya imomning harakatiga sizning aytishingiz kerak. Katta ma'lumot so'rlar. Imomning harakatiga agarsin bu ko'rib turadi. Bizning bo'lsa ba'zi imom bak biz so'zlar Allohu akbar deb ishitib. Ana imom sal aqdiroq no'qilsin. Aslında tutup anlattılar, kızartma oldu. Tutup bunu da sakın. Baş taraftan anlap da sakın buldu. Peki imamın hareketinin aldığı süre olması lazım. Hacım gündüğümüz secde olurken çıkalım. Allah'ın aydamasından açık yapılarımız var. Çünkü bu Arapçada belki çek, Kur'an'da sikeye yardım alınmam. Diğer başkasını yemeğimiz. Ben Uygur çıkargança soru var. Soru var biliyorum ben. Bir hadiste tayatı oturuplar. ثم ليختر من الدعاء عجبه إليه أطيبه إليه. Öz en yakturgan duanı tanlap dua qilsin. Şunu içidemdi. Del demekçi olan narsani o'zgarimiz bor. Aniken biz xalqimiz Allah Taala uchun Uygur tili olan til bari. Ana Qur'on o'qigan Qur'onni Uygur qilsak bo'lmaydi. Arabcha o'qiymiz. Fatihani, surani arabcha o'qiymiz. Allah Ekber ve namazıyla Arapça tutup. Tamam. Lekin dua bu ben bilen Allah'ın oturuyor. Her millet özünün ko'ngligini so'rayishi lazım. Bir narsa tilmak için Arapça bilmagan kun tilma o'tasan. Namazını sırf namaz olmayıp secde kılmak istiyorlar. Buldu. Lekin tushunib qilalarni amal qilish Peygamber Qur'onni Qur'on degan nomlar afzal bor. Qur'on Karimda qilgan duolar, Rasululloh qilgan duolar bu sog'lom duolar. Duoni biz ba'zi duo qildik deb haddimizda ashirgan duolar. Cennetden oturup yiyen dersler. To'siq bo'lmaydigan narsa so'raydigan, munosib emas yoki adabsizlik qildigan tariqani so'rab qoldigan, bunday ish bo'lgandan Qur'oni Karimda payg'ambarlar tilgan duolar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tilgan duolar bo'lib qolsa, buning mazmuni mo'l, ma'nosi sog'lom, bandichilik va Alloh taolani tilashga munosib bo'lgan. Qoidasini ajratmi? Yani bir ağız sözler, atina dünya hasana, fil ahireti hasana degan qildim shundan shu bir duodan hammani buni so'raydigan bash bo'lgan ekan, bu tarafdan biz foydalanamiz. Uyg'ur duo qilsak, buni unda qilib paslarni so'rasak, shu Rasululloh qilgan bir duoni usul qilmaymiz. O Ayşe'mizle Rasulullah Mersin. Diyelim ki bu dileğimiz düşmeye olduğu zaman bir yerde Subhanallah bihamdihi mesela sana dikkat olduğunu eşkilti ya dersin böyle falan. Tesbih etip öyle tasavvuf muhabbetine da tesbih etip buraya çıkıp namaz okuyan ya net saatten keyin sesimi yani şu tesbih sirganda geldi. Tesbih etip dedim tesbih yok diyecek. Sanat, kaşılan sanat kullanmış kuduruz. Cidden mançırak tesbih eğitiminde bunda oturalım. Tamdır. Her kişi o tesbih eğitiminde oturalım. Tamak atmışsa, bulmayalım. Oturası bulmayalım. İşte aksayılan ki. Sonra onun rağmında mezmunum ol. Subhanallah ve bihamdi. Adada halka. Ve rıda nefsi zinnet arşi ve midadi kelimet. Yani şimdi sanız aşağı. Netçimanla sana bu okşayız tabi. Secdede dua icabet kılıçka en layık. Şuna secdede dua rızkı bekirsin layık. Fectehidu fid dua faqaminun en yüstecabe lekum. Akrabu ma yekunun abdu min rabbihi ve huve sacid. Yok. Rükû dua kılmamız. Sünnet kılar. Rükû tesbih ediniz.
Mesela kıyamda durup duandan kısak bulmaydı. Teşebbüt oturup dua kılın. Yani teşebbütten keyin halganca dua kılsın. Esrinin 4. rekatda rukudan turib. Bu ba'zi namozda unda qunut o'qish mumkin. Qunutdan ba'zi jamoat ominligizin imom shu qunut ham qunut degan bitirgan xasamat. Namozning o'zida sen bir qoldi. Bu suriyada masalan bunun kazzab qilgan bo'lsa bizning birinchi vaqasida o'sha qunut o'qigan ana musulmonning bir-birini qilib kelib birisi qag'moqchi bo'lsa 5 vaqtning g'asli birisida rukudan 70 qarini o'tirayotgan chog'da Ra'l, Zakwan, Lahyan va Ziqar degan qabilalar o'tirayotgan chog'da 70 qarini Rasululloh bir oy beddua qilib turgan. Bamda qilib. Lekin sajdada namozda o'zining tilida duo qilishni ulamolar bo'lmaydi deydi bor. Va bo'ldi deganimiz hamda unda bir boshqa millatning ahvolini ko'z biroq kengroq doirada qilgan qarash. وقال عمر بن عبد العزيز إن الله فرض فرائضا الله تعالى بعض farzlarni bekitdi وسن سننا degan ba'zi qonunlarni bekitdi desak mumkin. Man akhadha biha lahiqa. Kimki ash qonun bo'yicha ish qilsa, u yetish oldi. Lahiqa degan yetish oldi, ya'ni u yo'lda qolmadi demakchi. Karvonga yetish oldi, yoki qutuldi degan ma'no. Va man tarakaha kimki uni ammay tashlab qolsa, ash qonunni tashlabsa, belgilimiga amal qilmasa, muhiqa yo'qlik ketadi demakchi. Mahdiyan barkat yo'qlab ketadi degan gap. Yamhaqullohu ar-riba va yurbi as-sadaqat. Va man arada yashabana kimki biz bilan billah amra bilan may deydi ekan, falyashabna bi khamsin. 5 turlik ish bilan amra bilan mansun. Yusilu ilayna hajatan man la tasilu ilayna hajatu. Hacetde bizga yetmaydigan, ya'ni manda hacetin batida bizga hacetni yetkazolmaydigan kishining hacetini bizga yetkazib bersin. Falanning manda ehtiyoji bor ekan, yordam qilinglar. Va yadulluna min al-adli ila ma la nahtadi ilay. Adolatni biz qilaylik deb qilolmay qolgan adolatni bizga ko'rsatib qo'ysin. Yani la nahtadi ilay degan biz uni izlabmi topolmaydigan mush adolatni qilsam bo'ldi, qani bu deb izlab qoldigan. Ayni oyatda bunday qilsam adolatli deb yo'lni ko'rsatib qo'ysin. Va yakuna aunan lana ala al-haq. Bizga haqni ijro qilishda yordamchi bo'lsin. Va yu'addi al-amanata ilayna va ila an-nas. Bizga va xaloyiqlarga amonatni joyida ado qilsin. Va la yagtabu indana ahadan. Bizning huzurida hech kimning g'aybatini qilmasin. Wa man lam yaf'al zalika kimki ashularni qilmasa fa huwa fi harajin. U biz bilan birga bo'lishda qiynalib qoladi, ya'ni biz bilan birga bo'lmaydi dedi. Va dukhuli alayna bizning huzurimizga kirib, biz bilan birga o'tirib qopab, biz bilan birga yurish-turish qilishga loyiq emas. Biz bilan birga o'tirib qopolmaydi demoqchi. Nishaychi bo'lsin. Madad uzroq kelish kuchli bo'lib o'qiyamiz.